Короче, hozir bu yerda qandaydir bir reklama ketyapti. Biz esa o'zimizning kanalimizni reklama qilib qo'yamiz. Qaysi kanalda ko'rib turgan bo'lsanglar, shu yoqqa bosib qo'yinglar. Donat bo'lsa, donat qilishni ham unutmanglar. Mayli. Sen bu reklamani. Hoy, uni uyga olib kelganing uchun rahmat. Qo'yli biroz aqldan ozgan. Unga qarab turgan rahmat. Do'mmay xola, xotir olmang. U yaxshi. Hoy. Opa, Hoy maktabga keldi. Hoy. Salom. Hoy, bugun charchagan ko'rinadi. Bunda holatda imtihonda nima qilasiz? Xotir olma. Bu oson yurish bo'ladi. Hoy, menga qara. Hali ham ortga qaytishing mumkin. Endi bu yoqqa qochib keta olmaysan. Xo'sh, endi nima qil? To'g'rimi, opa? Hoy, Janhoy, men sen bilan gaplashyapman. Nima tilingni yutdingmi? Janhoy, sen nima qilmoqchisan? Umumiy imtihonni boshlaymiz. Test sinovlari qoidasiga rioya. Hoy, o'quvchim. U bor diqqatini jamlagan. Xuddi katta pul tikkandek. Va bu ajoyib ko'rinyapti. Bu tugatdimi? Orqa qismini tashlab ketgan bo'lsa kerak. Hoy. Vaqt tugadi. Iltimos topshiriqlarni chetga surib qo'yinglar. Iltimos topshiriqlarni chetga surib qo'yinglar. Va nihoyat, ozodlik! Hoy, 9-savolga nima deb javob berding? Bo'ldi, o'tib ketdi-yu.
Xoyi. Xoyi. Ziton, menga bir narsada yordam bera olasanmi? Ko'ylak sotib olishda yordam berasanmi? Ko'ylak. Test natijalari allaqachon chiqish kerak edi. Xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jiyanxo'yi yutqizadi. Voy, opa. 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 Eshitaman. Sizga aytibman. Xavotir ko'ring-yo. Xiyaoxuya bizga g'alaba keltirdi. Shundoq deb o'ylaysanmi? 100%. Ahmoq Jiyanxo'yi kabi testni Xiyaoxuyadan yaxshiroq bajarmaydi. Buni aniq bilaman. Jiyanxo'yi, nima olib kelding? Bu meni mukofotim. Yutqazganidan keyin bu kiyimni Tayxuan 2 hafta kiyadi. Jiyanxo'yi, biz buni qabul. Bundan yomonroq nimadir bo'lishi mumkinmi? Qandoq buzuqlik? Faqishga to'la. Kiyimingni tezroq, botdan yo'qot. Natijalar chiqdi. Jiyanxo'yi, sen yutqazding. Bu safar men ro'yxatda 5-daman. Yuqoriroqqa bir qara. Nima? Jiyanxo'yi mendan balandmi? Va yana u mukammal balga ega. Bu senga. Bo'linglar. Axir meni g'alabamga shubha qolmadi. Opinglarni tiringlar. Yaramas behayo. Sen aniq g'urom chichkansan. Bilganinglarni qilinglar. Nima? Sizlar gapinglar sizlarmi? Bizning jamoamiz aytganini qiladi. Tayxuan. Aytmoqchi, bir marta bittasini bundoq deganini eshitgandim. Odamni behayoligini yomon jihati yo'q. Va umuman, ko'ylak kiyish bu qizlardagi tabiiy holat. Behayo yaramas. Nima? Necha marta ta'kidladim kerak. U bu natijalarga munosib. Men bahoni tasdiqladim va boshqa o'quvchilar ham uni tan olishdi. Mana ular yana nima xohlaysizlar? Agar Jiyanxo'yga g'urrom qilgan bo'lsa-chi, u bundoq qila olmaydi. Bunaqa imtihonda g'urrom ojiyo. U o'z kuchi bilan erishgan. Shuning uchun ham botdan chiqinglar. Qani, tezroq bo'linglar. Bu juda g'alati. Tan olishim kerak. Jiyanxo'yini ballar yuqori. Bu narsa faqat bu qizlarni emas, boshqa o'quvchilarni ham hayratdi. Nima? Jiyanxo'yi hammadan zo'rmi? Unga o'xshamaydi lekin. Ha, mayli. U yozmagan, shundoqmi? Tezroq ko'ringlar. O'tta sport klubi prezidenti. Ochinglar! Tayxuan meniki. Qo'y, meni turtmasangchi. Tayxuan, menga qara. Iltimos, men bilan birga gap. Uchrashuvga chiqamiz. Men seni sevib qoldim. Sport klubiga a'zo bo'ling, iltimos. Opamga achinmayman. Hamma Jiyanxo'yi tufayli. Salom. Rahmat. Jiyanxo'yi. Xuddi anime festivali kabi o'qib. Bu kiyimda nimadir noto'g'ri. Men bu safar ketdim, lekin keyingi safar albatta javob berasan. Imtihon natijalari e'lon qilindi. Men xato qilmadim. Qaranglar. Shundoq qilib, buni e'lon qilishdan xursandman. Keyingi 2 hafta ichida Tayxuan maktab sport zalida ushbu yurish kerak. Qani, bu san uchun. Iltimos ro'yxatdan o'ting. Sport klubimizga a'zo bo'ling. Seni sevaman. Men bilan uchrash. Rahmat. Barchangizga rahmat. Xo'yi, siz oilangizni butunlay unutdingiz.
Yo xudo, charchadim. Tangqonga 2 hafta berdim. Ehtimol u o'zini yangi holatiga ko'nikib qolar. Men buni bilmayman. Menimcha u seni sevib qoldi. Bu narsa sehrsiz ham amalga oshganga o'xshaydi. Xo'sh, endi nima qilaman? Barchasini to'g'riladim deb o'ylovdim. Kimgadir gapiryapsanmi? Yo, shunchaki o'zim. Issiq. Janhoyi, mana buni ko'tingga tiq. Janhoyi, mani ustimdan kulyapsanmi? Bu ko'ylak axir yosh bolalar uchun. Men hozir tushuntirib beraman. Zitong. Haligi mana dadam meni uyda kechki ovqatga kutyaptilar. Tangxuan. Men ahmoq, iltimos kechir. Etik. Albatta, bu dahshatli. Lekin men baxtliman. Odam biroz buzuq bo'lsa, yomon yo'q. Hoy. O'sha kecha Xo'yli yugurib kelganida kim haqida gapirayotgandi? Salom, Xo'yli. Xo'ylining yigiti, axir sanmasmiding? Sanmasmi? Hech qachon uning yigiti bo'lmaganman. Et. Aniqroq betsam, bu uni sobiq. Nima bo'ldi? Agar u sabab bo'lmasa, Xo'yli hech qachon bundoq bo'lmaydi. Dada! Ushbu Jasper buyurtmasiga asosan o'zbek tiliga o'girildi. Tarjima Lemniskata ovoz berishda ishtirok etdi. Mukallafni bir o'zi. Menda ham mukallafni o'zi. Xullas, keyingi qismda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.